Kushon davlati. Kushon podsholigi qadimgi davrning eng yirik davlatlaridan biri bo'lgan Xitoy, Parfiya va Rim imperiyasi davlatlari qatorida Kushon davlati ham G'arb va Sharq o'rtasida eng muhim mavqega ega bo'lgan ulkan imperiyaga aylanadi. Miloddan avvalgi 140-130 yillar oralig'ida ko'chmanchi Yuezhi qabilalari Yunon Baktriya davlatini bosib oladi. Yuezhilar orasida Kushon xonadoni yuksalib, Kushon davlatiga asos solinadi. Yuezhi qabilalarining mulklarini birlashtirgan birinchi Kushon hukmdori Kudzulla Katfiz bo'lgan. Uning davrida Kashmir Kushon davlatiga qo'shib olingan. Vimma Katfiz hukmronligi paytida davlat yanada kengayib, podshoh Kanishka davrida ulkan imperiyaga aylanadi. Uning hududiga Hindiston, Afg'oniston va O'zbekistonning janubigacha bo'lgan yerlar kirgan. Vimma Katfiz davrida Kushon podshohligida hukmdor nomi bitilgan tanga zarb qilish boshlanib, pul islohoti amalga oshiriladi. Zarb qilingan tangalarning qiymati oshib ketadi. Tangalar oltin, kumush va misdan tayyorlangan. Kanishka hukmronligi paytida Kushon podshohligi o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishadi. Yangi shaharlar bunyod etiladi. Hindiston, Xitoy va Rim imperiyalari bilan savdo va elchilik munosabatlari yo'lga qo'yiladi. Pul islohoti xo'jalik va savdo-sotiqning rivojiga ko'maklashgan. Kushon davlati xo'jaligining asosini sug'orma dehqonchilik, savdo-sotiq va hunarmandchilik tashkil qilgan. Bug'doy, arpa va sholi yetishtirilgan. Kushonlar davrida suv tegirmoni, chig'ir turlaridan keng foydalanilgan. Kushon davlatidagi o'zaro madaniy va savdo-sotiq aloqalari tufayli O'rta Osiyoning turli viloyatlarida qadimgi aramey yozuvi keng rivojlanadi. Bu yozuv alohida harflarga asoslangani sababli uni o'zlashtirish ancha oson bo'lgan. Qadimgi Termiz yodgorliklarini o'rganish natijasida aramey yozuvi asosidagi Kushon Baktriya alifbosidagi yozuv namunalari topilgan. Kushon mamlakatida yana bir yozuv, Kushon shaklli yozuvi mavjud bo'lgan. Bunda harflar burchakli va aylana shaklda yozilgan. Kushon davlati tashkil topayotganda Baktriya Sug'diyonaning asosiy aholisi Zardushtiylik dinida edi. Kushon podsholigi tarkibiga Hindistonning shimoliy qismi qo'shib olingandan keyin hozirgi O'zbekistonning janubiy hududlari bilan yaqindan aloqalar o'rnatilgach, Kushon davlati hududiga buddaviylik dini kirib kela boshlagan. Buddaviylik dini Zardushtiylik bilan birga milodiy 8-asrgacha O'rta Osiyoda saqlanib qoladi. Kushonlar davrida binokorlik va me'morchilik yuksak darajada taraqqiy etgan. Dalvarzintepa va eski Termiz singari shaharlar xom g'ishtdan qurilgan mustahkam mudofaa devorlari bilan o'ralgan edi. Mudofaa devorlari ortida esa hukmdor qarorgohi joylashgan. Shaharlarning o'zi hunarmandlar mahallalariga va turar joy mavzilariga ajratilgan. Shaharlarda saroy va ibodatxonalar barpo etilgan. Xolchayondagi Kushon hukmdorlari saroyi eski Termiz va Dalvarzintepadagi buddaviylik ibodatxonalarida o'sha davr devoriy tasvirlari va haykaltaroshlikning yuksak san'atkori namunalari o'rnatilgan. Shahzodalar, saroy ayonlari, jangchilar tasviri va Budda haykali shular jumlasidandir. Kandakorlik yuqori darajada rivojlangan. Kushon san'atida mahalliy an'analar, qadimgi Sharq va qadimgi Yunoniston ellinistik san'at uslublari muvofiqlashgan. To'xtovsiz urushlar oqibatida Kushon davlati inqirozga uchraydi va milodiy 3-asrda parchalanib ketadi.